hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Sürgündü Hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Angliyaning muhofizkor rahbarlik qatlamidagilari Xitoyga ilgarigiga qaraganda texmi qattiq muomala qilish to'g'risida va'da berdi. Quyosh gazetining 12-iyul kunidagi xabariga qaraganda millat vakili nomzodlari Xitoyga qarshi salohiyatini isbotlash bilan aldirish. Partiyadagi Xitoy raqiblari Angliyaning Xitoy bilan bo'lgan yaqinligi iqtisodiy jihatda Xitoyga ishonganligidan umidsiz ahvolga tushib qoldi. Xitoy Angliya uchun xatarlik. O'tgan yili hatto gumonliq bir Xitoy josusi parlamentga singib kira oldi. Ian Duncan simisini o'z ichiga olgan sobiq muhofizkor millat vakillari rahbarlik nomzodlarining irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishini va buni yoshirishga tirishgan Xitoy kompartiya zumgarlariga qarshi turishni talab qildi. Liz Truss Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilayotganligiga shaxsan ishonadi. Quyosh gazeti uning seshanba kuni kechda ta'siri kuchli Brexit Yevropa tadqiqot guruhi sayfxonlik qilgan bir rahbarlik markaziga o'zining bosh ministri saylansa irqiy qirg'inchilikni oshkora e'tirof qilganligini aytganligini biladi. Rahbarlik raqobatchisi Tom Togindatmo Xitoyni irqiy qirg'inchilik qilish jinoyati ishladi deb qaraydiganligini dalilladi. U atalmish Şinjangda ishlangan paxta mahsulotlarining Angliyaga import qilinishini cheklaydiganligini va Uyg'ur tutqunlariga josuslik qilgan qo'rqinchli nazorat shirkatlarining Angliyadagi mashg'ulotini to'xtatadiganligini va'da qildi. O'zining Xitoy kompartiyasiga qarshi turish salohiyatini namoyon qilgan Nadim Zahavi Xitoyga yordam berayotgan barliq hukumat tarmoqlariga xotim beradiganligini aytdi. Xitoy Uyg'urlarni lagerlarga sulab, universitetlarimizda davlat qo'llagan tashviqotlarni tarqatishga uringan ahvol ostida men qat'iy qarab turmayman. Men Ma'rif ministrligidagi chig'imda Xitoyning Angliya ma'rif sistemasidagi ta'sirini cheklaganligimdan faxrlanaman. Bosh ministr saylanib qolsam, texmi ilgirlab Xitoyga qiladigan barliq yordamlarni oxirlashtiraman, dedi u Quyosh gazetiga. Sharq Turkiston Sürgündü Hökuməti axborot vositalarida buningga inkos qaytirib, biz Angliya muhofizkor partiyasidan saylangan bosh ministrning Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilib, bu irqiy qirg'inchilikqa keng ko'lamda qarshi turishni umid qilamiz, dedi. Xitoyning saxtalarini sirtqa yaydigan Xitoyning inglizcha televiziya kanali CGTN'ning bugungi, ya'ni 15-iyul kunidagi xabarida aytilishicha, tajovuzchi Xitoy katibashi Xi Jinping seshanba kuni tushdan keyin atalmish Şinjangning Urumchi shahrini ziyorat qilgan. Atalmish Şinjang Uyg'ur avtonom rayonlik muzeyga berib, qirg'izlarning Manas nomli programmasini ko'rib, bu o'yinlar shaklsiz madaniyat meroslari, Manasga o'xshash madaniyat meroslari ham qirg'izlar ham Xitoy davlatining xazinasi. Keng va cho'nqur Xitoy madaniyati har qaysi millatlarning munavvar madaniyatidan tarkib topgan degan. Çarşamba kuni atdiganda Tangritog' rayonidagi Guyanshan o'ltiroq rayonini ziyorat qilganda, yerlik amaldorlarni texmi yaxshi o'rganishga, kishilarning ehtiyojini qondirish uchun mahalla darajali xizmatlarga texmi ko'p kuch sarf qilishga chaqirgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi xalq uchun qiladigan xizmati xalqning Xitoyning siyosatiga bo'lgan angliqligini o'stirish uchun xalqni siyosiy o'rganishga tashkillash, Xitoyning davlatini himoya qilish, atalmish bo'lgunchilikka qarshi turish, millatlar ittifoqligini kuchaytirish va ikki ayrılolmaslikni ta'kidlashni ko'rsatadi. Seshanba kuni tushdan keyin Urumchi xalqaro quruqliq port rayonida ilib berilgan tekshirishda bir balvoq bir yo'l qurilish tashabbusidan buyon ko'rinarli ilgirlashlarning qo'lga keltirilganligini, Sharq Turkistonning yadroliq rayon va tugun bo'lib qolganligini aytgan. Kimda nima ustunlik bo'lsa, avval o'ziga tava qilib olgan Xitoy tajovuzchilari Türklərning madaniy meroslarini Xitoyning o'rtaq madaniy merosi deb olgan. Tarixdan buyon Ipak yo'liga joylashib, savdo tijoratning muhim markazi bo'lib kelgan Sharq Turkiston jug'rafiyalik ustunlikni o'z ichiga olgan turli ustunlikka ega bo'lg'achqa, Xitoy yolg'ondan tarix to'qib chiqarib, azaldan o'zining ayrilmas bir tarkibiy qismi deb olgan. Xitoy tajovuzchilari xuddi bir balvoq bir yo'l qurilishi elib berib, Sharq Turkistonni chet yoqidan markazga aylantirib, Sharq Turkiston uchun cho'ng ishlarni qilganligini bildirmoqchi bo'lgan. Amaliyotda bir balvoq bir yo'l qurilishi Xitoyning Sharq Turkistonni texmi mustamlika qilish, ishg'oliyatini kuchaytirish, Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qarata assimilyatsiya, irqiy qirg'inchilik yurgizish, dunyoni changaliga kirgizib olish planini amaliylashtirish qurilishidan iborat. Vatan so'ygisi, vatanparvarlik masalasini nihoyatda yaxshi tushunmak, hal qilish chorasini topmoqdir. Bizning masalamiz demokratiya, hurlik talab qilish bo'lganda, biz qaysi vatan, kim uchun vatanparvarlik qilamiz?
Bizning mustaqil vatanimiz bo'lishi kerak. Biz hech kimdan vatan, tuproq talab qilmaymiz. Tortqizib qo'ygan, ishg'ol qilingan vatanimizni qandoq badal to'lash talab qilinsa, shundoq badal to'lab qaytarib olamiz. Ahvol qanchalik umidsiz ko'rinsimi, har vaqt vatan xalq uchun bir ishlarni qilishimiz kerakligiga ishonishimiz lozim. Natija ko'rinmasimi, bu yo'lda tavranmay mengishimiz lozim. Qudratlik Allah, irodamiz mustahkam, tirishchanligimiz izchil bo'lsa, natijani ko'rsatadi. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni kökünüңlər üçün köp rəhmət. Gələn qitimki proqramımızda görüşkəcə Allah'a amanət bolğaysızlar.